Bir xil aksiya, lekin PR bor joyda u boshqacha ishlaydi. Har qanday aksiya yoki yangilikni tashkilotingizga bog'lay olasizmi? Mana bu PR. Men bankda amaliyot qilganimda eng muhim narsani tushundim. Gap aksiya haqida emas. Gap uni qanday pozitsiyada berishdi. Misol, Korzinka aksiya qiladi. 200 ming so'm xarid qilgan avtomobil yutishi mumkin. Oddiy odam shuni yozadi. Lekin siz bank matbuot kotibisiz. Siz buni boshqacha berasiz. Bank kartamiz orqali to'lov qiling. Avtomobil yutish imkoniyati sizniki. Bir xil aksiya, lekin siz uni o'zingizga ishlatasiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Siz aksiya bermayapsiz, qiymatni o'zingizga bog'layapsiz. Natijada kuzatuvchi o'ylab ham ulgurmaydi va siz kerakli fikrni berib bo'lasiz. Bu PRdagi kichik sir. Odamlar aksiyani emas, o'ziga tegishli foydani ko'radi. Agar siz har qanday yangilikni tashkilotingiz foydasiga burishni bilsangiz, siz oddiy matbuot kotibi emassiz. Siz PR mutaxassissiz. Shu kabi PR fikrlar kerakmi? Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying hamda obuna bo'ling.